Ali ibn Abi Talibni, Fatima Zahroni, Hasan va Husaynlarni chaqirib turib, Allohumma haulay ahli. Parvardigor, mana shular meni oilam degan. Bundan ortiq sharaf bormi, birodarlar? Meni oilam mana shular deb aytayapti. Shuncha aytyapmiz, payg'ambarimizga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bo'lgan. Ali ibn Abi Talibning fazilatlaridan yana bittasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga ketayotganlarida Madinaga boshliq qilib, o'zini o'rniga Ali ibn Abi Talibni qoldirib ketadi. Shunda Ali ibn Abi Talib birga chiqmoqchi bo'lib bu g'azotga, "Ya Rasululloh, meni ayollarni, yosh bolalarni ustida qoldirib ketasizmi?" deganida Rasululloh aytdilar: "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa, g'ayra annahu la nabiyya ba'di." Harun dedi Rasululloh. Harun alayhissalom Musoning o'rnida qolgani kabi meni o'rnimda qolishni xohlamaysizmi? Bilasizlar, Muso alayhissalom Alloh taolodan Tavrotni qabul qilib olishlik uchun Tur tog'iga ketganida qavmi bilan akasi Harunni qoldirib ketgan edi. Meni o'rinbosarim bo'lib turasan.